Zavod, Fayzobod, masjid atrofidan uy qidirganlar uchun 3 xonalik birinchi etajdan uyim sotuvga chiqdi. Dom 7 qavatlik, birinchi etajda, patologlar ancha baland, birinchi etajligini hisobga olganda. Bu prixoshka qismi. Kirish eshigidan o'ng tarafda детский bo'ladi. Детский, дальше санузел совмещенный. Полностью kafel qilib chiroyli qilib qo'yilgan, anchagina keng. Eshikdan kirganda chap qo'lda kuxnya bo'ladi. Kuxnyada ham hammasini chiroyli qilib qo'yganlar, kotyollari. Tak, kuxnya garnitur hammasi joy-joyida. Dальше spalnya bo'ladi. Spalnya ham remont qilganlar, televizor, spalnya garniturlar bor. Garderob qilib qo'yganlar и chap qo'lda zal. Zalni ham chiroyli qilib bunaqa eshik ustini kamin qilib qo'yganlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilishingiz mumkin.